Uchinchi savol. Tibbiyot qutichasi va o't o'chirgich bo'lmagan qanday transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Javob: hamma sanab o'tilgan transport vositalaridan. Izoh beramiz. Transport vositalari quyidagilar bilan jihozlanmagan bo'lsa, ulardan foydalanish taqiqlanadi. M2, M3 toifadagi favqulodda holatlarda oynani sindirish uchun foydalaniladigan bolg'acha tibbiyot qutichasi, ikkita o't o'chirgich, bittasi haydovchining kabinasida, ikkinchisi yo'lovchilar salonida. Majburiy to'xtaganida bildiruvchi belgi yoki miltillovchi qizil chiroq va nur qaytargichli kamzul jilet. M1, N1, N2, N3 toifadagi mikroavtobus va g'ildirakli traktorlarda tibbiyot qutichasi, o't o'chirgich, majburiy to'xtaganligini bildiruvchi belgi yoki miltillovchi qizil chiroq va nur qaytargichli kamzul jilet. M3, N2, N3 toifadagi o'zi yurib ketishidan saqlovchi g'ildirak diametridagi muvofiq kamida ikkita tirgak. O toifadagi traktorlar, aravalar va boshqa o'zyurar mashinalarda tashqi nur qaytargichlar. Gajavali mototsikllarda tibbiyot qutichasi, majburiy to'xtaganligini bildiruvchi belgi.